Assalamu alaykum, hürmetli televizor körgüçüler. Dünya Uyghur Kurultayı Tor Televiziyasının günlük haberler programımıza hoş geldinler. Ben İftihar Abdurşid. Hürmetli görürmenler. Tövende diqqatinglar günlük haberler programımızın tafsilatı bolsun. Bir qatar muhim uçurishlarda bo'lish uchun 15 avgust Argentinaning poytaxti Buenos Airesga yetib kelgan qurultay raisi Dolqun Aysa, qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat va qurultayning Angliyadagi advokati Michael Polaklar bugun Buenos Aires shahrida har soha zotlari va har qaysi diniy guruhlar bilan keng doirada uchirish ilib berib, ularga Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Navbatda Xitoy bilan Argentinaning munosabatlari intayin quyuq bo'lib, Dolqun Aysa va Ömer Qanat apandilarning bu qatimqi Argentina ziyorati matbuotlarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Qurultay hay'atining Argentinadagi faoliyatlari haqida atigi programmamizda keng doiralik ma'lumot berishga tirishimiz. Venger Turan vaqfining uyushtirishi va Vengriya hukumatining qo'llashi bilan 12 avgustdan 14 avgustgacha Vengriyaning Bugak yezida o'tkazilgan va 200 mingdan ortiq tomoshabin qatnashgan Turan qurultayining ochilish marosimida hunlarning qadimiy askari Saud dubulg'alarini kiyishgan otliq qo'shin Sharq Turkistonning oy yulduzliq ko'k bayrog'ini ko'tarib paraddan o'tganda bo'lsa, tomoshabinlar qizg'in olqish yangratdi. Qurultay maydonidagi xodig'imi Sharq Turkistonning bayrog'i esildi. Bu manzara mazkur qurultayga taklif bilan qatnashgan Uyg'urlarning ko'zlarini yashartdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Turan millatlarga mansub Mong'ol, Avar, O'zbek, Qozoq, Azeri, Turkman, No'g'ay, Bulg'ar, Gagavuz, Majar, Sak qatorliq 35 millatning vakili qatnashgan bu navbatli qurultayga Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq muavin raisi Umid Agayi boshchiligidagi 18 kishilik Uyg'ur hay'atimi alayda taklif bilan qatnashdi va ular maxsus Uyg'ur chedir qurib, dunyoning har qaysi ellaridan kelgan tomoshabinlarga Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni anglitishga tirishdi. Uyg'urlarning Turan qurultayiga tunji qatim qatnashishi 2004-yili bo'lib, shu yili 6-oyda Dunyo Uyg'ur qurultayining navbatdagi muavin raisi Farhod Yo'rinqash va qurultayining sobiq muavin raisi Umid Agayi apandilar Markaziy Vengriyadagi Dunyo Hunlar qurultayi bilan Markaziy Romaniyadagi Dunyo Saklar Milliy kengashining taklifiga asosan Atillaning Romaniyadagi Saklar rayoniga joylashgan qadimiy makondagi yayloqda o'tkazilgan va 1,5 milliondan ortiq kishi qatnashgan Turan qurultayi qatnashgan edi. Bu jarayonda Farhod Yo'rinqash apandim bilan Umid Agayi apandilar Romaniyadagi Dunyo Saklar Milliy kengashi bilan Uyg'ur Sak do'stlik kelishimi imzoladi. 2017-yili ular yana Vengriyada Uyg'urlarni qo'llayotgan yerlik ommaviy guruhlar bilan birlikda Budapeshtda Uyg'ur Hun do'stlik guruhisini qurib chiqdi. Shundan buyon Uyg'urlar bilan Vengrlar o'rtasidagi qarindoshlik munosabatlari uzluksiz kuchayib keldi va har qatim Vengriyada o'tkaziladigan Turan qurultayiga Uyg'ur vakillari izchil turda qatnashib kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandimi Turan qurultayiga qatnashganlar orasida edi. Yaponiya Uyg'ur jamiyati har yili 15 avgust kuni butun Yaponiya miqyosida o'tkaziladigan 2-chi dunyo urushining rasmiy oyoqlashganligining 77-yilligini va Yaponiya urush qahramonlarini xotirlash faoliyatidan foydalanib, Tokio shahar markazida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligi bayon qilingan tashviqot varaqi va rasmli kitob tarqitish faoliyati olib bordi. 1945-yil 15 avgust kuni Yaponiyaning taslim bo'lishi bilan 2-chi dunyo urushi rasmiy oxirlashgan edi. Shundan buyon Yaponiyadagi ba'zi siyosiy partiyalar 15 avgust kunini Yaponiya urush qahramonlarini eslash kuni qilib bekitib, turli xotirlash faoliyatlarini o'tkazib kelgan va ularning bu faoliyati Xitoy hukumatining izchil turda qattiq noroziligini qo'zg'ab kelgan edi. 15 avgust kuni Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdukerim Abdurahmon, muavin raisi Xolmat Ro'zaxon, Yaponiya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zolaridan Saud Mehmet va Ismoil apandilar, shundaqli Yaponiya Uyg'ur jamiyatining Uyg'ur va Yapon a'zolaridan bo'lib 20 nafarga yaqin kishi bu qatimqi tashviqot faoliyatida tomoshabinlarga tashviqot varaqi tarqitish bilan birga, yana ularga Sharq Turkiston va Uyg'urlarning vaziyati haqida ma'lumot berdi. Bu qatimqi tashviqot harakati jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi tasvirlangan 5000 parchaga yaqin tashviqot varaqi tarqitildi. Naq maydondan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Xolmat Ro'zaxon apandi bu qatimqi faoliyat haqida qisqacha ma'lumot berib mundaq dedi. Assalomu alaykum ko'pchilik. Bugun 8-15 bu Yaponiyaning o'zining qahramonlarini yo'qlaydigan kuni. Bugun bu yaskini jinjadab yaskini operatsiya keldi. Nurg'unlagan 100 mingga yaqin odam bor. Biz mushtu fursatni tutup Yaponiya Uyg'ur jamiyati qarindoshlar Uyg'ur ovozini anglatish uchun bu yerda varaq taqdi Uyg'urlarning
duaçıları yapan mangada var. Resimli kitap. Şunu taktıkları kızatımız. Hazırlıca kolumuzda 5.000'e yakın kitap varakçını takattık. Nurgulgan kerindaşlar bizlerge yapınlıkla bulakmız. Uygurlar sizler tutulmanlar, tepini kirişinler. Biz kollayımız da şunda bizi ülgülerini beri atıdı. Hamınlarla rahmet. Bu tepini kirişimiz bütün kerindaşlar bizim davayımızı unutkatak olmaydı. Biz müştak fırsattan çıkışımız gerek. Rahmet sizlerge. Xitayning Londondagi elchixonasining quruq töhmet bilan tutqun qilingan Avstraliya Erkinlik partiyasining qurg'uvchisi, yosh siyosiy faoliyatchi Jerry Paulo apandim 14-avgust kuni Avstraliyadagi oilasiga sog'-salomat qaytib keldi. Jerry Paulo apandi bu yil 22-iyul kuni Londondagi Xitoy elchixonasi oldida Uyg'ur irqi qirg'inchiligiga qarshi namoyish olib berayotganda Xitoy elchixonasining töhmeti bilan tutqun qilingan. Gerçi o qisqa muddatdan keyin qo'yib berilgan bo'lsa-mu, ammo uning Avstraliyaga qaytishiga yo'l qo'yilmagan edi. 14-avgust Angliya qonun organlarining ruxsati bilan o'z davlati Avstraliyaga qaytib kelgan Jerry Paulo apandi e'lon qilgan bayonotida Londondagi Xitoy elchixonasining o'ziga to'zoq qurganligini qayta takrorladi. Avstraliya Erkinlik partiyasining qurg'uvchisi, yosh siyosiy faoliyatchi Jerry Paulo uzundan buyon Uyg'ur, Tibet, Hong Kong masalasida aktiv faoliyat olib berayotgan siyosiy faoliyatchilarning biri. Jerry Paulo'nun bildirishicha, o Londondagi Erkin Tibet gruppasining taklif bilan 22-iyul kuni Pingshui Nada faoliyatiga qatnashish uchun Londonga borgan. Mazkur faoliyatdan keyin u Londondagi Xitoy elchixonasining sirtida Uyg'urlarning, Tibetlarning va Tayvanliklarning bayrog'ini tutib tinish namoyish qilgan. Shu asnoda soqchilar uni Xitoy elchixonasining uning ustidan qilgan bomba tahdidi shikoyati bilan qo'lga olgan. Xitoy elchixonasining mantiqsiz shikoyatidan ma'lum bo'lishicha, Jerry Paulo apandim namoyish jarayonida Xitoy elchixonasiga o'zining nomidan "Men Jerry Paulo sizlar cho'qim bugun kech soat 12dan burun Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklarni to'xtatishinglar kerak. Bo'lmasa men elchixonanglarni bomba bilan portlatib o'taman" deb ilxat yo'llaganmish. Dünya Uyghur Qurultayıning Angliyadagi advokatligini qilayotgan Michael Polak apandimning yordami bilan qo'yib berilgan Jerry Paulo apandim Avstraliya radio shirkati ABC'ga qilgan so'zida boshqalarning g'arazlik holda o'zining nomida bu ilxatni o'ydirib chiqarganligini, buning to'lim razil va talvilarcha bir qilmish ekanligini, o'zining bo'lsa o'z-o'zini o'limga tutib beradigan bu darajadagi ahmoq birisi emasligini ifoda qildi. Advokat Michael Polak bo'z matbuotlar qilgan so'zida bomba tahdid qilingan bu atalmış ilxatni Xitoy bir qo'lliq planlab chiqqan deb ko'rsatdi. Michael Polak so'zda yana bu tahdid xatining dal Jerry Paulo Xitoy elchixonasi oldida namoyish qilayotgan chog'da uning nomida yo'llanganligini, buningga o'xshagan yolg'on ilxatlarni o'ydirib chiqarish bo'lsa Xitoyning kishilik huquq qo'g'duvchilariga ziyonkashlik qilish uchun izchil qo'llanib kelgan vositasi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Jerry Paulo'ning 14-avgust bildirishicha, uning delosi texicha davom qilayotgan bo'lib, bu yil 10-oyda u Londonga berib sotqa qatnashidi ekan. O'zining Angliyada soqchilar tarafidan 4 hafta nazorat ostiga ilinib, mamlakatiga qaytishiga ruxsat qilinmaganligini bayon qilgan Jerry Paulo apandi, agar Angliya qonun organlari Londondagi Xitoy elchixonasining kompyuterini tekshirganda butun yolg'onchilikning o'ttirg'i chiqilganligini, ammo Xitoy elchixonasining buningga aslo yo'l qo'ymaydiganligini ifoda qildi. 23 yoshli Jerry Paulo apandim Avstraliya Erkinlik partiyasini qurib chiqqandan keyin Uyg'ur irqi qirg'inchiligiga qarshi turishni partiyasining eng asosli kun tartiblarining biri qilgan va Avstraliyada Uyg'ur irqi qirg'inchiligiga qarshi ko'plagan namoyishlarni elib berish orqali Avstraliyada Xitoyning ko'ziga qadalgan miqqa aylangan. Bu sababdan Xitoy uni asosliq zarba berish nishonlarining biri qilib bekitgan edi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'rt televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.